Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida 3 avlod uchrashuvi tadbiri o'tkazildi. Tarix, bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar el yurtimiz hayotida go'zal an'anaga aylandi. Viloyat asalarichilari uyushmasi raisi Haydar Rashidov, O'zbekiston asalarichilari uyushmasi faxriysi, sodiq xizmatlari uchun medali sohibi G'ulomjon Musayev va boshqa faxriylar bilan universitet talabalarini ana shunday shukuhli muhit birlashtirdi. O'zaro suhbat va muloqotlarda mamlakatimizda inson omiliga yuksak e'tibor berilayotgani, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan jamiyatimizning har bir a'zosiga g'amxo'rlik, mehr-oqibat ko'rsatilayotgani, inson qadr-qimmati, uning orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratib berish ustuvor vazifaga aylangani bot-bot ta'kidlandi. Universitet rektori Xudoynazar Yunusov va faxriy mehmonlar hayot yo'li va mehnat faoliyati davomida to'plagan boy tajribasi, mehnat pallasidagi mashaqqatlar, nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqida o'z dilso'zlarini, samimiy fikrlarini bildirdi. Uch avlod uchrashuvi tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda oliy ta'lim maskanida kelgusida asal-arichilik sohasi bo'yicha yetib chiqayotgan mutaxassislarimiz bor. Ular ham o'zlariga katta bir ma'lumotlar asal-arichilik yo'nalishida olishdi. Bundan tashqari ma'naviy, ma'rifiy, madaniy yo'nalishlarda ham kerak bo'lsa katta bir yoshlarimizga saboq tarzda ma'lumotlar berdik. Har bitta o'simlik dunyosiga asal arini harakati tufayli shunchalik bir yutuqlarga erishilayotgani mavzusida ham ma'lumotlar berildi. Chet davlatdan kelayotgan olimlar o'sha asalarichilik sohasidagi katta tajribaga bo'lgan xalqaro nufuzdagi olimlar bo'lishadimi? Bular hammasi kelib shu yerda katta bir tadbirlarni amalga oshirishyapti. Shuningdek, tadbir davomida mamlakatimizda asalarichilik qishloq xo'jaligining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanishi, asalarichilikni rivojlantirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilganligi, muhimi sohada yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish borasida izchil izlanishlar olib borilayotganligi aytib o'tildi.